Xalis niyat, xalis tilak, mehrli qo'llar, muhabbatli qalblarning eng yorqin jilosi Shirin tush. Shirin tushlarning reallikdagi sahnasi, mayirlarning samimiy bayonlari, korxonchilarning mardonligi dal mushiyada. Assalomu alaykum, ekran oldidagi va shohlar naq maydondagi qadrli ko'rman do'stlar. Ko'rayotganinglar Shinjang televiziya stansiyasi, Shinjang Xuyu Ma'niyat tarqitish shirkati, shundaqla Urumchi Elbi Ma'niyat tarqitish e'lon chekish shirkati birlashib ishlagan. Urumchi Faxriy Sud chekish shirkati alayda qo'llagan. Shinjang Sabiylar kasbiy taraqqiyot chekish shirkati alayda talab qilgan. Shinjang Abida Biofan texnika taraqqiyot chekish shirkati alayda hamkorlashgan Mehri Shirin tush programmasi. Men riyosatchi Sumrat Abduqodir. Shirin tush programmasi Shinjang televiziya stansiyasi bilan Shinjang Xuyu Ma'niyat tarqitish shirkati, shundaqla Urumchi Elbi Ma'niyat tarqitish e'lon chekish shirkati birlashib ishlagan, avomga naf yetkazish maqsad qilingan ko'ngil tusidagi universal programma. Bu programma jamiyatning har qaysi qatlamlaridagi har xil kishilarning arzusi uchun maydon hozirlash va shunaqla ahamiyatli arzu, ahamiyatli g'oya egalariga yordam berish maqsadida qilingan. Korxonchilarning taraqqiyoti a'lo mulozimat, a'lo mahsulot orqali amalga oshadi. Xalqdan elib xalqqa qaytirish har bir korxona madaniyatining eng yorqin jilosi, shunaqla iste'molchilarning umididir. Men eng oldi bilan program gruppamizdagi barliq ichki xizmatchilar va shunaqla mayirlar nomidan noyat mardlik bilan, mardonlik bilan o'zining sehiy qo'llarini sunayotgan barliq korxonchilarga alayda tashakkurimizni bildiraman. Rahmat sizlarga. Xo'sh, qadrli ko'rman do'stlar, men oldi bilan bu san programmamizga kelgan aziz mehmon va shunaqla barliq korxonchilarni bir tanishtirib o'tgan bo'lsam. Bugungi aziz mehmonimiz bo'lsa, Urumchi shaharlik to'liq o'tir maktabining oliy darajalik til adabiyot o'qituvchisi, Shinjang Uyg'ur avtonom rayoni bo'yicha til adabiyot o'qitish mayiri Ali G'o'jaxon muallim. Qarshi olamiz. Xush keldingiz muallim. Korxonchilarimiz bo'lsa, Shinjang Sabiylar kasbiy taraqqiyot chekish shirkatining bosh lideri Muhammadjon Abdukaram apandi. Qarshi olamiz. Shinjang Abida Biofan texnika taraqqiyot chekish shirkatining lider yordamchisi Ablat Yasin apandi. Qarshi olamiz. Shinjang Ro'yab xalqaro suv chekish shirkatining bosh direktori Rizoiddin Nizomiddin apandi. Qarshi olamiz. G'ulja Paktil musulmoncha yemaklik ishlab chiqarish chekish shirkatining lideri Eminjon Mehmon apandi. Qarshi olamiz. Shinjang Vapa xalqaro suv chekish shirkatining lideri Turdi Muhammad Nur Muhammad apandi. Qarshi olamiz. Shinjang To'yli xalqaro suv chekish shirkatining lideri Ubul Hasan Ubul Qosim apandi. Qarshi olamiz. Xush keldingiz. Shinjang Atlan Ma'rif fan texnika chekish shirkatining muavin direktori Abduqodir Ro'z apandi. Qarshi olamiz. Shinjang Samaviy yo'l xalqaro suv chekish shirkatining muavin direktori Hasanjon Yusuf apandi. Qarshi olamiz. Shinjang Chindil xalqaro suv chekish shirkatining lideri Yasinjon Sulaymon apandi. Qarshi olamiz. Shinjang Nafis To'r qurilish cheklik mas'uliyat shirkati Karvon To'rining lideri Lutfulla Azat apandi. Qarshi olamiz. Urumchi Qutyar fan texnika taraqqiyot chekish shirkatining direktori Jurat To'xt apandi. Qarshi olamiz. Xush keldingiz. Shinjang Al-Nuri yezigilik taraqqiyot chekish shirkatining lideri Adil Niyoz apandi. Qarshi olamiz. Shinjang Mashrab elektr uskunalari chekish shirkatining direktori Abdusami Abdukim apandi. Qarshi olamiz. Shinjang Mo'tvar xalqaro suv chekish shirkatining lideri Tosh Muhammad G'ani apandi. Qarshi olamiz. Shinjang Luqman Hakim Biofan texnika chekish shirkatining lideri Turg'unjon Juma apandi. Qarshi olamiz. Xush keldingiz. Hammanglarning izgit bilan bosgan qadamlaringizga marhaba, xush keldinglar. Navbatda Mehri Shirin tush programmamizni rasmiy oldi boshlaymiz. Qiynudaqli sahnamizda Shamsiya Abaydulla. Shirin tush, ilgiz gülden, kuşqa kuş. Madad toptum söygüdün, kel yanımga qaytib tush. Shirin tush, ilgiz gülden, kuşqa kuş. Assalomu alaykum nahmaydondagi qadrli tomoshabin do'stlar. Assalomu alaykum ekran oldidagi qadrli televizor ko'ruvchi do'stlar. Ko'rayotganinglar Mehri Shirin tush programmasi. Shamsiya Abaydulladan hammanglarga mehrlik salom. Shirin tush programmasining 3-fasllik Mehri Shirin tush qismidami sizlar uchun xizmat qilayotganligimdan to'liq xursandman. Hammanglarning hayotingizga go'zal arzu-armonlarning yor bo'lishiga tilakdoshman. Mehri Shirin tush egisi sahnamizga marhamat. Assalomu alaykum hurmatli korxonchi ustozlar, tomoshabinlar va televizor oldidagi ko'ruvchilar.
Gulji diyardan kelgan Sofiya Abdulladan hammanglarga o'tliq salom. Men bu yil 21 yoshga kirdim. Hozir Shinjong Universiteti radio televiziya kasbida o'qiyapman. Mening bu yerga kelishga asosli orzuyim meni 15 yildan beri beqib cho'ng qilgan ota-onamga minnatdorligimni bildirish. Menga haqiqiy ota-ona mehri, oila muhabbatini his qildirgan ota-onamga ko'pdan ko'p rahmatimni aytish yuzidan bu programmaga qatnashdim. 6 yosh mezgilimda taqdirimning butunlay almashishi bilan hozir ota-onam tarafidan beqo'ylandim. Balkim ko'pchilik o'ylashi mumkin, bola beqo'yilish jamiyati doim uchraydigan ishqu deb. Lekin o'z hojatida o'zi chiqolmaydigan, men ishqlardan butunlay qilib qolgan, o'ltirib qolgan 28 yil bo'lgan bir otaning bir farzandni beqib, yaramli qilib hozirga ekanmiki. Albatta hammamizning qoyilligi va hurmatini qo'zg'aydi deb o'ylayman. Dadam 28 yildan buyon o'z oilasida erkin ozod mengib, o'z tikkan olma ko'chatlarni o'z qo'li bilan ip bakmadi. Mala yurt-yurtlarda to'ylar, marosimlarga o'z qadam bilan mengib hol so'rab bakmadi. Eng qisqasi dadam bozorlarda o'z arlab yurib, o'z yoqturga oyoqlarni ip kelmadi. Buning dal 28 yil oldu. Lekin dadam hozir hali ham turmushni, hayotni qizg'in so'ydi. Chunki dadamning nazarida meyip hargiz uning ro'yitini yiqitolmaydi. Jumladan mening opam intayin jafokash, lekin qaysar bir ayol. U dadamning holidan xabar elish, 3 farzandni beqib qatori qo'sh, uyning ig'ir yenik ishlarini qilishni o'z ustiga olgan. Bu ishlar onamni ko'p alsiratdi. Hozir onamning yo'l meni shakli butunlay o'zgarib ketdi. Ballarim kuchaydi. Qiynib bir kech xotirjam uxlayolmaydi. Ko'zlarim uncha ro'shan emas. Har qitim uyga telefon qilib, "Apa, dada, sizlar qanday turyapsizlar?" deb so'rasam, dadam opam, "Balam, biz bek yaxshi, bizdan ansirmang. Sizning pulingizmi, tamoq yedingizmi, qilin kiyindingizmi?" deb so'raydi. Lekin har qitim uyga qaytganimda doğru qutular ilgirken xeyli de köplab qoldi. Demak, dadam opam menga doim yolg'on so'zlaydi. Men ota-onamning shunday qaysar kuyimcha irodasi ichida qaytadan baxt va umid tuyg'usini his qilish fursatiga bo'ldim. O'zimga va kelgusiga bo'lgan ishonchim oshdi. Boshqalardan og'irnish va adolat saqlash o'rniga apu qilish, minnatdor bo'lishni o'rgandim. Shu munosabat bilan ota-onamga ko'pdan ko'p minnatdorligimni bildiraman. Mening asosiy orzuyim shu. Jafokash lekin qaysar opangiz va dadangizga minnatdorligingizni bildirasiz. Shundoq. Siz bu mehr-muhabbatlik oiladagi birdan bir farzandmi? Oldin ish kakam bor. Ha, ish kakangiz bor. Ha, biz 3 farzand. O akalaringizmi sizga qiyrindoshlik mehrini bek yaxshi yetkazdi deb qaradim hozirgi gap so'zlaringizdan. Shundoq. Shundaqmi? Hozir siz o'qig'ili Shinjong universitetidami? Ha, Shinjong universitetining radio televiziya kasbida. Ha, siz o'qig'ili bu yerga Urumchiga kelgan vaqt kelgandan keyin ota-onangizning oldin kim xabar elyapti? Opam oldi shu asosliqi. Ishkakam ishkilisi to'y qilib, oila bo'lib chiqib ketgan. Shu uyda opam bilan dadam bor. Lekin opangiz dadangizni oranglarda hech qanday zarracha to'saq yo'q. O'z ota-onangizdek ko'rsiz shundaqmi? Dastlab chaqda ko'nammidim yangi moyitgan atonish kishilarga. Lekin keyin ularning yaxshi muomalasi, ko'yinishlari ichida ko'nib ketdim boyliga. Hozir ular o'z ota-onam deb o'ylayman. Munosib bo'lsa, men beqib cho'nqan shu ota-onamga o'zimning balliq burchimni ata qo'ysam deyman. Hozir muhim ko'rdigingiz yanala hozirgi ota-onangizning bergan mehriga bo'lgan minnatdorlik tuyg'ungiz shundaqmi? Shundaq. Ular menga kishilik turmushning qoidalarini o'rgatdi. Men bu tanlashingizdan shunday men bek memnun bo'ldim. Ham shundaq tanlashingizni bek umid qilardim. Chunki hayotimizda nafrat bizning hayotimizni bek ko'ngilsiz, bek ichinishli qilib qo'yishi mumkin. Lekin hayotimizda muhabbatli bo'ladi ekan, minnatdorlik tuyg'usi bo'ladi ekan, o chaqda hayotimiz bek go'zal bo'ldi deb qarayman. O'zingizning yoshingiz kichik bo'lsa-mu, biroq tanlashga tegishlikni tanlavalligingizdan bek xushal bo'ldim. Demak, mening orzuyim hadilik suhbatim bilan sizga qildigan nasihatim desakmi bo'ldi. Mushu tanlash uchun turing ukam.
Dunyoda azob uqubat bo'ldi, xushallik bo'ladi. Lekin biz dunyoda xushallikning bo'lganligidan xushal bo'lib o'ssak, o chaqda dunyomiz go'zal bo'ladi. Azobning ko'pligidan o'zimizni azobga qotirib qo'ysak, baxtni his qilolmaymiz. Shunlashqa ash tanlashingizdan bak xushal bo'ldim. Ota-onangiz ekran oldida sizni ko'rib turayotgan bo'lishi mumkin. Endi ekran orqali shu opangiz dadangizga o'z og'zingiz bilan minnatdorligingizni davoldigan fursat beraylik. Dadam hozir doktorxonada olinadi. Bugun top to'g'ri bir hafta oldu dadam doktorxonada olinadi. Hozir men o'qiyapman. Dadam moddiy jihatdan tasalli yordam beramayman. Mening dadam bilan opam bergan pulim yo'q. Quvvatli dorilarni yeb beramayman. Chiroyli kiyimlarni kiygizamayman. Lekin men ota-onamning meni boqqan shu ajriga chin ko'nglimdan tashakkur etaman. Opa dada ko'p jafo chekdinglar. Siz bek qaysar, bek suyumli qizkansiz, jimi uning siz bek aqlli, chechan qizkansiz. Menimcha sizning bugünkidek yaxshi tarbiyalanib chiqishingizni mushu mehr muhabbatni o'ziga amroq qilgan, umidvorlikni, qaysarlikni o'ziga amroq qilgan mushu bir jup ota-ona bergan deb qaradim. Shundoq. Shundaqmi? Sizlarning oilangizga baxt tilayman, o'maqsinglim. Ota-onangizga bildirgan minnatdorligingizdan ularning qalbi texmi yashirib, texmi xushallandı deb o'ylayman. Ham o'zlarininki yillar ilgari beqib olgan bu qizni bek faxrlandi deb o'ylayman. Bay o'zingiz deganga o'xshash ota-onangizni o'z ota-onangiz deb qarab, oxirgi farzandlik burchingizni yaxshi ado qilganligingizga ham ishondim. Orzuyingiz reallik aylanib bo'ldi, shundaqmi singlim? Shundoq. Naq maydondagi bizning aziz mehmon va korxonchilarimiz nima deydi anglab baqaylik, ha? Alimalim. Sofiyaning kechirmishlari bizga Einsteinning bir og'iz gapini eslatdi. Einstein o'zining "Mening dunyo qarashim" degan asarda uning dastlabki abzasida shunday bir so'zni ishlatdi. Men kishilarning atrofimdagi kishilarning nihoyat ko'p narsalarini egallab ketganligimdan xijillik his qilaman degan shunday bir jumlani ishlatgan. Sofiyadimi dal mana shu Einsteinning ashu xil tuyg'usi, ashu xil jumlasi butkul ruhiy dunyosida hukmronlik qilgan. Men atrofimdagilarning intayin ko'p narsalarini, menga singdirgan ajrini, men talab qilgandan ortiq narsalarni men egallab ketganligimdan xijillik his qilaman degandek. Yoki shu xil nidoni, shu xil chaqiriqni o'tirib tashlayotgandek tuyuldi menga. Yana bir nuqtadan bu xil sada nimani ifodalaydi desa, ota-onaga bo'lgan minnatdorlikning Sofiyaning qalbini davomli larziga sepib turganligini ifodalab berdi. Demismi biz ota-onamizga bo'lgan minnatdorlik, atrofimizdagi bizni unsiz qo'llayotgan nurg'un insonlarga bo'lgan minnatdorlik ichida yashagan bo'lamiz va shuning bilan ko'klab, meva berib, gul chechaklarni ichildirib yashaymiz. Biz davomli shuni atrofimizdagi bizga yordam qilayotgan, biz bilmagan chaqdan bizga yordam qilayotgan insonlarni sezib turadigan vaqtimizda bizning qalbimiz go'zal bir bog'chaga o'xshab qoladi. Yana birisi biz qiyin kunlarda bizga yordam qo'lini sungan insonlarni unutmaslikning o'zi bir insonning ajoyib oliyjanob fazilatidan iborat. Sofiyada mana bu shunday oliyjanob fazilat bor. Mushu fazilatlar, mushu xil go'zal tuyg'ular bizning korxonchi do'stlarimizni cho'qim bak bir xil ta'sirli kayfiyatlar uchundida ular cho'qim o'zining tegishli ko'ngillarni ifodalaydi. Qani bir anglab boqaylik. Shinjon universiteti o'qibsiz bu degan nuqtali universitet. Mana shu o'qigandan o'qishning o'zi bir cho'ng baxtchi. Shuning qilib yana bir xil kelgusingizning shunday bir nurni ko'rgandek bo'ldim. Deymiz dunyo mehrimon bilan go'zal deb. Siz ma kelgusingiz qarang. Va Abida shirkatiniki Abida o'qish mukofot fondida bir turimiz bor. Siz Shinjon universitetida o'qiyapsiz. Buni hozir qancha yillikda o'qiysiz? 2-yillikda. Buni ya'ni 3 yil vaqtingiz bor ekan o'qiydigan. Mendan keyingi o'qish pulingizni Abida shirkati biz ustimizga olaylik. Rahmat. Sizniki mehri muhabbatga to'lgan, minnatdorlik tuyg'usiga to'lgan, qalbingiz jasoratga to'lgan, vujudingiz barliq yoshlarimizning o'rganishga tegishli bir ruh. Sizniki mushu ro'yingizga hamda oilangizdagi qiyinchiligingizga bir yordam bo'lsin uchun hozir doktor ekan otangiz shundami? Shundoq. Ma hozirning o'zida men Al-Nuri Bashtan Xali o'nchiligi nomidan 5000 ko'y pul, naqd pul yordam qilay.
ailengizdagilarninki mushu unga bo'lgan ehtiyojini biz 1 yilgacha ustimizga olaylik. Rahmat. ikki akam bor dedingiz, akam. Ha. Demak, sizning hozirgi shu suyimli ota-onangizning aslida 2 farzandi bor ekan, shundaqmi? Shundoq. Siz bo'yi kelganda. Dadingiz miyib, Shundoq. opangiz yana kasalchan. Ha. Endi o'zlarining 2 farzand bor ahvol ostida, ailening to'riki bo'lgan miyib, ayol og'riqchan mushundaq ahvol ostidami yana bir qizni beqib olish jur'atiga kelish bu oson ish emas-ku. Shundaqmi? Endi men hozir shu sizning shu ota-onangizga qanday hurmat bildirishni faqat bilamadim. Rost gap qilsam. Lekin chin yuragimdan shularga hurmat tuyg'usi qo'zg'aldi. Shu jafokash ota-onangizga salomatlik tilayman. Bundan keyin xushal-xuram, baxtli yashashni umid qilaman. Nəhayət yaxşı oxubsuz, həm də bu ali məktəbdə şunda kirib, şu turmuş nurun işlər tüpəylidən oxumaq nəhayət asan emas. Həm də abidə şirkəti sizinki oxuş rəxsətinizin üstü qaldı. Mən azğın olsam toyluq kiyim-kechak şirkətindən 5000 yuan turmuş yerdən pulunu so'q qilaysiz. Rahmat. Sizningki dadingiz nim kasali bilan qayerda yetib qoldi? Dadam hozir diabet, yuqori qon besimi bilan Yezliq doktorxonada olinadi. Insulin ini idosi uramdi? Yo'q, dexe urmaydi. Urmamdi? Ha. Undan qilib qolsa, men bu yerda ko'pchilikning vaqtini bek olmay. Men bu shu diabet, yuqori qon besimi jihatda nurg'un davolangan kasali bor. Osh jihatda sizning ehtiyojingiz chiqib qolsa, men o'zimniki shaxsiy telefonimni deb uzuqliqqa yurishlik, loqmakim yurish qilib qolsa, bizning G'uljida Taqtay Masjidning imomi Ibrohim Hojim bizningki o'sha cho'ng vakolatchi. Men shuni taplab qo'ymay, munosabat resplik mas'uliyatlarni sizga ta'minlab qo'yib berdi. Ondan keyin shu Shinjon Loqmakim Biopen shirkatining nomidan men sizga 10 ming koy sizning o'qishingizga va ota-onangizning xarajat ishlash uchun men ko'nglimni sovuq qilay. Rahmat. Biz Mashrab şirkəti nomidan dadangizning davolanishiga az bo'lsa 3000 yuan bir ko'ngil so'g'imiz var. Ondan bilak siz Jeliyüz'den dediniz-ku. Biz Jeliyüz'deki Mashrab elektr uskunalar setish do'konimizdan anangizga, ya'ni apangizga bir to'liq avtomatik kiralg'udan birini sovg'a qilaylik. Rahmat. İnsan üçün ata-onadan ulug', ata-onadan suyumlik narsa yo'q. Lekin ata-onaga farzanddek tatliq narsa yo'q-ku. Demakchi, bizning suyumlik deyotgan ata-onalarimiz bizdan nechasi yaxshi ko'radi. Şoňlaşqa sizningki ata-onangiz sizni beqib musholatga akibdi. O'zidagi qiyinchiliklarga, o'zidagi ba'zi bir ahvolga qaramay turib, sizningki o'qish pulingizni ko'tarib musholatga akkaganiga shu ata-onangizga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Hamda bizningki Shinjon Motor xalqaro suvot cheklash shirkatimiz o'qish pulingizni Abidaninki ko'taradigan bo'ldi. Dadangizninki doktorxonada yaxshiroq davolanish uchun 5000 yuan naqd pul yordam qilamiz. Ondan boshqa bizning shirkatimizningki Ochil markasidagi yurishlik yuvish buyumlarimiz bor. Shuningdan shu yuvish buyumlarimizdan biz 5000 yuanlik sizlarningki uzanliga, shundaqla jili yuzdagi atrofingdagi qo'lim qo'shni urug' tuqqanlarga taqib berishingiz uchun bizningki G'uljidagi bosh vakolatchimiz orqali sizga yetkazamiz. Rahmat. Rahmat. Qadamingizga marhaba. Ata-onalarga bizning haqqan chiqibmi özümüzün rahmetini eğitip bulanmayız. Bulanın mehir dünyasında özümüz jujilik erken, azad his qilib çoğun boptuk. Bu qandaydir sahnedilam icra bulduğan, şiirin çüsü sahnesilam icra bulduğan rahmet yetiş bulmaydı. Bunu ailede ve özünüzün ballık mecburiyetini ada qilish jarayonida bunu asasda texmi ata-onangizni mush dunyodan uzitib qo'yguchi bo'lganlikda sizga ham fursatlar mavjud. Şuna şiirin çüsəxinizki mayırlar olsun, ya ki körürmənlərimiz arasında olsun, bu ata-analar boğan mehir muhabbetimizni ifadələşdən yolları hər xil buludu. Mən bu yerdə Şinjan Royab Xalqara Sosial Şirkəti vakalətən aval sizə bir xatır kompüterini soğuqat qılay. Çünki bizim Cungo'daki namı çıqqan karxançımız Mayun'un bir gibi var. Senin namrat bu tuğuluşun senin məsələn emas. Lekin namrat ketib qalışın bu senin məsələyin deydi. Mən bu yerdə aytqaным nima etsə, sizin qandaqdır burunqi ata-analarınız tərəfindən bəzi bir
qiyinchiliklarga yo'liqqan ishlaringiz bu sizning masalangiz bo'lmaydi. Lekin buningdan keyin sizning ruhiyatingizni poklashingiz, buningdan qalbingizni mehr muhabbatga to'ldirib, jamiyatimizga bir kishilik to'hfangizni qo'shib keta olishingiz, mana bu sizning qo'lingizdan kelgan ish. Biz Şinjan Ro'yab Xalqaro Sochilik shirkati vakolatidan maxsus odam tashkillab, bizning xo'jalik vakolatchilar sizning dadingizni bir yo'qlasin, zot kasal nadindagicha buni bir egalasin. Undan keyin dadingizning shu diabet va qon besim masalasi bor ekan, buning nisbatan bizning chet elda kirayotgan mahsulotlarimiz bor. Bularni bir saplab topshirib berdi. Undan boshqa onangizning salomatligi uchunmi biz qo'limizdan kelishicha biz bilan bir xabarlashsin. Sizning maktabingiz bizning ishxonaga yaqin ekan. Biz qo'limizdan kelishicha yordam qilishni xohlaymiz. Rahmat. Bizniki Şinjan Samaviya Xalqaro Sochilik shirkati nomidan dadangizning salomatlik uchun 3000 yillik quvvat to'g'risini bizga berildi. Ankin opangizga ayollar o'rtaqidan bir tal so'qilay. Ankin bizniki shu Pakiz markalik bir yurish sopun javarlarimiz yaqin bozor silindi. Shundan opangizga 500 ko'ylok sepiray. Rahmat. Aşo atanızdan aşo kalbi bay royini tekadımı muşu kisel olap qağa vaqtida götürüş üçün muşu Qulcu Pakdil Musulman Çimekli işlep çıkarış çeklik şirketi namıdan atanızdan aşo doktorxandaki hazır 10 000 yuan bilan yoqlay. Әмді біздің Atlan Ma'rif мен Texnik Çeklik şirketi sizge 5 000 yuanlik o'qish kart sadiya qildi birinchi bo'lib. Buningga siz kompyuter darslari bo'lamdi, ingliz tili darslari bo'lamdi va yak bo'lsa, xanzutlik ehtiyojingiz bo'lib qolsa, bu bo'lsin bo'ldi, rus tili degandek qaysi tur bo'yicha bo'ldi. Bundan boshqa ota-onangiz doktorxona bo'lganlik sababidan biz 3 000 yuan naqd pul shu kasal davolashga yordam qilib sovg'at qilamiz. Rahmat. Bir cümle sözüm var Sofiya. Sizge en mühim bo'lgan narsa. Hammadan sog'lomlik ala, sizning xotirjam o'qishingiz, ota-onangizning tez salomatligini asliga uchun puldan mühim narsa kasalni tez suratda diagnozni muqimlashtirib qilish. Urumchiga sharatingiz bo'lsa, biz aloqa qilib akilaylik. Davolash nimasi bo'lib qolsa, men o'zim o'dim kelib, sizni ota-onangiz salomat asliga uchun men o'zim bir kishilik to'kpamni qatib men doktorlik qilib 16 yil bo'ldi. Mening saviyam yetmagan, chuqum yataqda balans sharoit olgan bo'lsa, men uni Şinjan Tibb Üniversitesi münasebet ustazlarımı da yatak edip uğurlaştırıp tez süratte salomat destek keltirsak pul bergen bilen pul ketiverdi, tak doşmaydı. Diyabetken bir ömür kontrol kılıp doğraydigan kesildi. Şunu bu tavsiyem qilmoqchi. Ko'pchilik rahmat. Abay sahnege chiqqanda cho'ng bir kulib chiqqandingiz. Qarang, mush qayg'uni va kulki bilan qo'g'lib etkili bo'ldik. Shunga abaydek bir kulib turing. İşkakanız varken işkakanız nima ish qiladi? İşkakam Diyxan, ailemizin Diyxan ailesi. Unda olsa, manda olsun. Men Sabila şirketimiz nomidan Sabila şirketimiz sizlarga 5 000 yuan naqd pul yordam qiladi. Uningdan sirt biz Eidga ixlos tallabazirimiz Zilal markasidagi yuvish buyumlaridan 5 000 yuanlik yordam qiladi. Siz buni mo'tabar sovuq qilgan mahsulotlar bilan birga akangiz setib pulga aylandirsin. Uyanglar ashunda ehtiyojliq turib taqib etmanglar. Bu mening taklifim. Sofiya singlim. Sizga xo'shallik tilayman. Ota-onangizga salomatlik tilayman. Shirin tushlaringizning reallik aylanishiga tilakdoshman. Tush markaziga marhamat. Bilet tashlaymiz. 3 2 1. Karxanchilar. Sofiya, eng oxirida erishgan bilet soningiz 263 muborak bo'lsin. Ahamiyatli arzu egisini tanlash o'tganlik qadam qo'ygan bo'ldingiz. Muborak bo'lsin. Ota-onangiz bizni salom aytib bo'lamdi? Haqqi rahmat. Muhabbet çankıgan çöller üçün denizga, üşügen hazanlar üçün quyoshga aylanalaydi. Muhabbet g'azabni shafqatga, adovatni rahmatga aylantirishga qodir.
yo'qotganlari uchun bangbosh cho'qonlari qalbini o'rtigan bo'lsa-mu, muhabbat va minnatdorlik ichida yashab, hayotga, kelgusiga erishganlariga umidlik ko'zlari bilan beqivatgan Sofiya Abdullaning hikoyasi bizni ta'sirlantirdi. Minnatdorlik kishini ato qilishga taqozo qilib qolmasdan, eng muhimi baxt va umid tuyg'usini uyg'otadi. Umid bo'lganda shirin tushlarning reallikka aylanishi mumkinchiligi texmi yaqinlashdi. Biz Sofiya Abdullaning muhabbatli qalbidan so'yinamiz. Shirin tushlarining parlaq kelgusiga ulashdiganligiga ishonamiz. Mehri Shirin Tush egisi sahnimizga marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli korxonchi ustozlar, tomoshabinlar va ekran oldidagi aziz ko'ruvchilar. Assalomu alaykum Shamsiya hada. Va alaykum Hozir assalom. vaqtingiz xayrli bo'lsin. Xo'sh, o'zingizni bir tanishtirib aytamsiz? Men Qashqar Yangishahar noyasining Yangirik qismidan keldim. Ismim Mehmet Tursun Xudoberdi. Mehmet Tursun. Qanday arzu bilan keldingiz? Ustozlarimga hamkorlashishni izlab keldim. Bo'ldi, ko'rib baqayli. Men quduq. Bu shu sandiq shu. Sug'urishchi ishlatadigan cho'ng tipli quduqlarning elektr iqtidorini oshirish qurilmasi. Buningki birinchi xil iqtidori yong'in orqali boshqarish bo'ldi. Ikkinchidan tizginlik bilan boshqarish bo'ldi. Uchinchidan tizginlik boshqargan vaqtimizda navbatning ma'lum qurilmalarda nasl ko'rilgan bo'lsa, mayli suv pompasi ko'k bo'lsin yoki tok yo'llari nasl bo'lsin, o'zining kesilini o'zi depirish iqtidori bor. Ma Bu avtomatik post o'tkazgich. Avtomatik nimishqa bir odam endi turdi. Yani elektr energiyalik demek istedim. Ha. Mana mikrokompüterlik tarafı. Voy. Bunun da Hozir tizginlikdan boshqaryapman-da. yo'q, to'g'rilab qo'yamiz. Voy. Menish yo'linishi, musofasi, birovdirish, gradasi hammani to'g'rilab buyruq bersak, shu siz qo'ygan programmani ijro qilib beradi. Bu bek ilg'or lekin endi turgan odamlar sen qo'rqitib tutgan odam yo'q, qarshi ketib qolgan o'zi. Oldida 1 metrdan 1,5 metr doira ichida mayli tom, odam yoki dildaraxtlar bo'lsin, darhol to'xtab oladi. Buni odam qo'li bilan yeydigan chog'da tam ustiga o'taydi, ustiga unmaydi bu. Bunda-da. Qaltisga. Bundan boshqa bu territoriyning iqtidorlaridan territoriya chiqqandan keyin ochiq silib o'toldirishni yoki maytat o'chiritishni hojati yo'q. Chiqsaqlar o'toladi, yiritsak o'chadi. Endan keyin ma prinsip chatqanda, to'chay asqa vaqtimizda endi. To'chayning yuki normadan eshib ketganda may yo'li, tok yo'li bevosita uzilib ketadi, mangmaydi. Shu qatnash, shu yezgilik vositalar boshqarish qonuniga uyg'un bo'lgan ahvol ostida o't oladi, mangadi. Qatnash qoidasidan birisiga bizlar yezgilik vositalar boshqarish qonuniga uyg'un bo'lmagan ahvoldan birisi bayqalganida mangmaydi, o't olmaydi. Shu xil iqtidorlar bor. Dik kaynigim mangdi danga. Hamma xotlarni tanlab sep qo'ysak bo'ldi. Biz qaltisgan jimo. Biz qaltisgan. O'zingiz yasab chiqdingiz shuning bilan. Endi sizning hikoyangizni anglaylik. Siz bu kasbda o'qiganmi yoki o'zingiz qiziqib shu yo'lga kirib? Dehqon. Dehqon. O'zingiz qiziqib shu yo'lga kirib qoldingizmi? Qunda o'rgangansiz, qandoq? Mavo. Shu asfalt yo'llarni tozalaydigan yo'l tozalash bashchisi. Bu bunda axlatni so'mirilish iqtidorlari bor. Mana bunda yo'lda mang'al vaqtimizda, etgan vaqtimizda shu ikki tarafdan supurib shoz deymiz, axlat oldigan azimcha. Shuning chiqqan axlatni so'mirib axlat sanduqqa tashlaydi bu. Endan keyin bunda rechatkalarning orasida chimliqlardagi qog'oz parchalari bo'lib qolsa, shozdinki ig'zi shamol sho'rash ig'zi itilib, yana bir shilinkiga ulanadi. Shu orqali gullikning ichidagi qog'oz parchalarini so'mirib olsak, axlatlarni tozalasak bo'ldi. Bir dehqon yigitning sizni hayron qoldirganda kashfiyotlarning ro'yobga chiqarganligidan mal emas, meningcha barliq anglag'uvchilar, ko'rguvchilar hayajonlanyapti, uningga aprin aytyapti, bosh barmoqini chiqarib iliqi qayliqini bildiryapti deb o'yladim. Qani bizningki Ali ma'lumdan boshlab bir anglab baqaylik. Mehmet Tursun kichik xalqarada allaqachon o'tirg'i chiqqan kichik kashfiyotlarni va kichik qurilmalarni uni o'xshamagan shaklda jipslash, o'xshamagan holatda gruppalash usulini qo'llanib turib, bir xil bizning ishlab chiqarish yoki turmush ehtiyojimizga mos keltirib turib, nihoyatda yaxshi atrofliq bizga kerak bo'lgan
kashfiyotlarni o'tirg'a chiqiribdi. Bu ham xo'shallanarli ish. Bizning korxonachilarimiz buningga qaysi jihatlardan qiziqdi? Biz anglab, anadagi shu vaqtda bir fikr yurgizib baqsak. Mehmet Tursun, inim yaxshimisiz? Endi biz shu kashfiyotlarni bir qanchani siz qilib chiqibsiz endi. Shuniki bozor ehtiyojini ko'z tutib qildingizmi yoki o'zingizning qiziqishi bilan qildingizmi? Masalan, quduqninki tok tejash nimasini uningga qiziqdim men. Bizniki shu organik bug'doylik bazasi bor, bir 15 ming modek. Buningda bir o'tir hisob bilan 40 ta quduq bor bizda. Aş quduqlarning hammasiga shu haqiqatan bir ishiltishchanligi bo'lsa, haqiqatan sinoqdan o'tsa, biz Al Nuri unchiligi biz sizlar hamkorlashib ash quduqlarning hammasiga hisoblasak bo'ladi. Yana traktorniki nimasini qilibsiz hamda. Mushni siz kashf qilish bilan birga bizdan ilg'or ashuni qilganlarni to'g'rilardan bir selishtirib ko'rdingizmi yo'q? Ko'rdim. Sizlaydigan mashinalarning barliq kelib bo'lganligini bilaman. Lekin u biz dehqon chorvachilarning ishlatishiga mos kelmaydi atrofda. To'g'ri. Shundoq hamda bizning oldimizda qilib bo'lgandan keyin biz o'zimizga mos keltirib ashlardan foydalansak hamda ba'zi kashf bo'linib bo'lgan narsalarga hamda zehnimizni bek ortiq sarf qilyapmay foydalansak, uning kusurini topsak, qandoq bir davlat kashf qilgan narsani akilibla o'zininki ishiltishchanligiga moslashtirib, uninki o'zgartirish kirgizib qiladi. Quduqlaringizdan biz sorunda tushgandan keyin uninki haqiqiy tok tejashchanligi qanchalik uni biz hisoblashib chiqaraylik. Tejmaydi. Tok yemaydi. Tok tejmaydi. Elektr iqtidorini oshirish qurilmasi deganda jiroq orliqdan kontrol qilib boshqarishga bo'ladi. Jiroqdan. Jiroqdan kontrol qilib boshqarishga bo'ladi. Shu mushatilda butunlay bir maslahatlashlar. Men demoqchi o'g'lim, dehqonchilik ishchiligi avtomat kontrol qilish suv nimasi, masalan, nurg'un xotandagi yerlarda qumliqlarda quduq qazidi. Shuni avtomatik holatda quyib qo'yavermay, kontrol qilib, manchik soatda manchik moyani sug'urib bo'ladi deb, shu avtomatik tanishgan shunimiz bilan avtomatik bayroq chiqish nimasi, shuni men qiziqdim. Bo'lsa mushtarlarda texmi ma programma tushgandan keyin suhbatlashsak bo'ladi demoqchi o'g'limiz. Bo'ldi, rahmat. Men Mashrab elektr uskunalar cheklik shirkatidan gerçi bizning hozirgi sizniki kashfiyotingizda hamkorlash nuqtamiz bo'lmasmi? Ammo men bek hayajonlandim. Siz haqiqatan bir iqtidorli dehqon bo'lsangiz, bek iqtidorli ekansiz. Bizning bir inimiz mushta bir kashfiyotdan birini qilgan bo'lsa, faxrlanib, mag'rurlanib bek o'tiramay qoldi. Xuddi shuningdek bir xil hissiyat bo'layotimi? Shunga sizga bir rag'batlantirish yuzasidan shu, ya'ni buni davomli shu kashfiyot bilan shug'ullanishingiz uchun az bo'lsa 5 ming yuan Mashrab shirkatimizdan ko'ngil sog'imiz bor. Qabul qiling. Ma'u yasagan qurilmalarimiz hammasi mexanikalik qurilmalarmi yo aqliy iqtidorlikmi? Mexanikalik qurilma. Mexanikalik. Shuni bir arayolinglarchi, ham sizlar so'raverdinglar. Chunki men qarsam butunlay mexanikalik ekanchi, bu aqliy iqtidorlik emas. Chunki aqliy iqtidorlik bo'lishi men so'rg'inim 8-cha degandan keyin bunga yumshoq detal programmamiz ketmagan narsa-chu, mana shundaqmi? Butunlay mexanikalik qurilma. Bunda qattiq detal programmasi bor. 1 metrdan tortib 800 metrgacha bo'lgan musofir ichida qanda qayanga burilib, qanda aylanishini tanlaydigan xotni belgilab sep qo'ysak, shu doira ichida xizmat qilaveradi. Mexanikalik qurilma deymiz, ya'ni aqliy iqtidor seplanmagan bu narsaga. Shunaqa ma'ni arayolinglarchi. Hamda yana bir nim qildig'imiz, men naytlik sizning 20 necha kashfiyotda mushularni chiqardim dedingiz emasmi? Mexanikalik qurilmasi bu nayt murakkabkan buningki. Haqiqatan siz nurg'un narsalarni birga keltirish orqali ma'ni kashf qilib chiqibsiz endi. Sizning mushu qizg'inligingizga haqiqatan bir dehqon turib, mushunchalik ajr qilib 6 yil mushuni qilib chiqibsiz. Endi shuningga biz shu siz tarafga o'tganda tafsili sizning uchun shu hamma narsalaringizni bir narsa ishlaydi, endi bir video ishlab keng tashviq qilaylik birinchidan. Ikkinchidan sizning mushu qilgan mushu tirishchiligingizga karvon to'ri Qashqarga qaytamsiz siz? Qaytishdan keyin siz necha odam keldinglar? 3 odam. 3 janglarning qaytish aeroplan biletini aeroplan bilan qaytib ketdinglar. Müşahede otağalının hemimizden ait hayacanlandık. Bu keşfiyatlarınızı aferin. Çünkü bu hazır siz icat kılgan tizginekte başkurduğun
mashinani o'z joyiga akiradigan bu narsalar hozirgi shu chetninki danglik markalarninki setishni ilgari surish uchun deydigan gaplarchi bu. Bu narsani hozir siz mishada o'zingizning tirishchanlik orqali hech qanday kitob ko'rmagan, hech qanday bir formula sanmagan ahvol ostida uni buni qurashtirib mushahadatga kelibsiz. Bu haqiqatan bir odamdagi talant desak bo'ladi. Agar bizning Shinjon Motor xalqaro so'z cheklash shirkatimiz mush kasbda o'zingizninki hozirgi iqtidorini texnik yuqori ko'taradigan bir maktablarni aloqalasha olsangiz, mayli 2 yillik bo'lsin, mayli 3 yillik bo'lsin, bu jihatda biz sizni shu o'qitish chiqimimizni ko'tarib o'qisak bo'ladi. Rahmat. Yana birisi agar maktabda o'qimaydim deb qolsangiz, biz shirkatimiz nomidan sizga 10 ming yuan buningdan keyin kishilaringiz uchun rag'bat qilmoqchi. Oxirida yana biz sizga Ihson markasidagi kostyum burulkimizdan bir yurish sovg'at qilamiz. Rahmat. Siz bu kashfiyotni chiqargandan keyin yasab setib baqdingizmi yoki sirtqa bozorga setib baqmadingizmi? Men quduq yasagan sanduqni setib baqdim. Setib baqdingizmi? Qanchalik vaqt bo'ldi setib shu ishlatib oltqili? Balkim hozir 20 ming sotgandim men. 20 mini? 1 yil bo'ldi. 1 yil mobaynida 20 mingni sotdingiz, ishlatib muvaffaqiyatli bo'ldi deb qaraymiz. Boshqasini setib baqmadingiz, bozorga setib baqmadingiz, to'g'rimi? Yo'q. Davus bek tirishchilik ko'rsatibsiz. Biz nihoyatda xursand bo'ldik. Men sizni rag'batlantirish yusidan sizga bir xotir kompyuter sovg'at qilay. Rahmat. Biz hammamiz sizning kashfiyotlaringizni hayajonlandik ukam. Naq gap kelsak, quruq hayajonlanmay 5000 ko'y bilan qo'llamoqchi. Sizga hamda shu G'ulji Paktil musulmoncha yemaklik ishlab chiqarish cheklash shirkati nomidan 5000 yuan sizni rag'batlantirish mukofoti bilan hamda boshqa gaplarni qilsak, yana shu o'xshash siz jihat tirishchanlik ko'rsatibsiz. Bundan keyin tirishib yangi natijalarni qo'lga keltirishingizni umid qilaman. Bizning hozir mayada mablag' sog'chilik chiqmagan programmani ko'rgandan keyin chiqadi. Tadqiqotni davomli qilib bering. Umid, jasorat bilan bo'ladi ekan, muvaffaqiyat qozona olamiz. Sizga bizning boshqa do'stlar hammalar naqd pul berdi. Bu naqd pulning qanday kelganligini his qilib kelishingiz uchun men mal beray. 5000 yuan qimmatida Zilal markasidagi yuvish buyumlaridan biri. Uni cho'qim o'zingiz turgan yez kanatga satsiz, shaharga satishga ruxsat yo'q. Mehmet Dursun şundaqmı kam sözcümü bək iqtidarlı qoğan bilan bək tadınacaq bək kam söz oş buyumlarını qonundaq setib çıxıra deb bək ənsirab ketiyotdum. Men demoqchi bo'lganim, bizniki zavod Aqsuda eng chong ishlab chiqarish liniyasi qurilib ish tushib bo'ldi. Men sizga taklif qilaman, ashadimi sizga o'xshash tirishchilar mana tadqiq qilayotgan, vallahi ba sizniki ashadagi yurishayotgan zavodlarni ko'rib, yana boshqa xil narsalarni tadqiq qilishga sizga balkim turkib qilish mumkin. Sizniki ashab berib kelish, tamoq, yotoq, kira hammasini ko'taraymiz. Agar mumkin bo'lsa, sizni zavodga texnik qatorda taklif qilaman. Yuqori mashina. Rahmat ko'pchilik. O'zingiz o'ylagandan yaxshiroq unum natijaga erishdingizmi? Shunday. Yaxshiroqmi yoki bek yaxshimi? Yaxshiroq. Bek yaxshi. Ey, kamsiz yigit. Sizningki g'ayratingiz, tirishchanligingizga oprin etish bilan bir vaqtda sizning o'tkirligingiz, aqlliligingizga qoyil bo'lmay turolmadim. Yaxshi natijalaringiz bilan, ajringiz bilan ko'pchilikni shunchalik qoyil qildingiz. Mushat o'tgan korxonchi akalaringiz hammasi sizdan inisidan suyungan qarindoshlardek shunchalik faxrlanib ketdi. Men ham shu inimdan o'z inimdan faxrlandim. Texmi zo'r natijalarni, muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishingizga tilakdoshman. Baybek yaxshi taklif fikrlar bo'ldi. O'qish deymiz. Bundan keyingi tadqiqot, kashfiyot ishlaringiz, bundan keyingi kashfiyot ishlaringizga iqtisodiy jihatga yordam deymiz. Yaxshi madadlar bo'ldi. Shunlashqa sizdan texmi yaxshi natijalarni chiqadiganligiga hammamiz ishondik. Xush xabarlarni kutamiz. Tush markaziga marhamat. Oxirida meni qo'llab-quvvatlagan mehribon ota-onamga, do'st birodarlarimga, yangi qiyinchilik hukumat va uzun saqal kent komitetidagi Sulaymon Shuji boshchiligidagi barliq rahbariy kadrlarga hurmat bilan salom yo'llayman. Rahmat sizlarga. Bilet tashlaymiz. 3, 2, 1.
Karxanchilar. Bak şu quruq numurga erishib ketdingiz-ku. Jami erishgan bilet soniniz 286 ta. Noyat şu quruq numur muborak bo'lsin. Ahmiyatlik arzoyingizni tanlash o'tganlik qadam qo'ydigan bo'ldingiz. Yaxshi natijalarga erishishingizni, texmi yaxshi utuqlar bilan bizni xushal qilishingizni umid qilaman. vatanparvarlik, kasbni so'yish, samimiy bo'lish, aktiv tarbiyalanish qatorliq qimmat qarashlar ta'kidlanayotgan bugungi kunda Qashqar diyoridan kelgan bo'y yigitning kashfiyotlari va samimiyligi yuqorqi qimmat qarashlarning konkret ifodasini ko'rsatdi. Haqiqatanmi ming eg'iz nasihatdan bir qitimliq harakat afzal. Aziz mehmon va korxonchilarimizning do'stona pozitsiyasi va hamkorlik haqidagi taklif fikrlari inoq jamiyat va o'rtaq gullanish davomidagi yana bir qitimliq amaliy harakatdan iborat. Biz bu kashfiyotchi yigit bilan korxonchilarimizning hamkorligiga utuq va barakat tilaymiz. Qani keyingi mahirimiz sahnimizga marhamat. güzel devrimizden ulini koygan yaşanganlar bu güzel devrimizden ulini koygan yaşanganlar can pida kıymet cengahlarda düşman bilen ilişkanlar can pida kıymet cengahlarda düşman bilen ilişkanlar yaşanla kadri kıymetlik kızıl süstet yaşanganlar Pervişimden huddi cennet güzel izah hem gül bağlar Pervişimden huddi cennet güzel izah hem gül bağlar Gül bağlanın pervişkari şu eldek sidikallah Dağlanın pervişkari zırfıpet yaşandılar Kışın aldı da tavlangan ateş yüreklik eşler Kışın aldı da tavlangan ateş yüreklik eşler Bir ömür kömür kazgan zukanlarda şu kamçılar Bir ömür kömür kazgan Zukanlarda şu kamçılar Yaşanla kendi kıymetlik Ateş yüreklik işler Kanat çekip ilim pende Cihanga kek tonulgallar Kanat çekip ilim bende Cihanga kek tonulgallar İcadi keşfiyatlarda Şan-ı şeref kazandılar İcadi keşfiyatlarda Şan-ı şeref kazandılar
Jadi keşfiyatlarda çalışıp kazanganlar. Xush kelibsiz. Qarshi olamiz. Ay rahmet. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon aldığı görümen dostlar ve söyümlük karhancı oğul kızlarımız ve Şemsiye kızım kemine kıymi samdından hemmanlığa otluk salam ve hürmet ihtiram. Sizga salam. Meninki bu şirin düşüm nait addi. Ben bu nakşamne nurgulluğun yaşanğanlarının yaxşı işlerini anlap, ularınki türlü kalbi neticelerini görüp, şunun bilen tesirlenip, şundan keyin endi ben bunun bir ilham bağışlay dep bu nakşını işlep bu nakşını soğuk kıyılı geldim. Bu bir tarafı. İkinci endi bu yaşanğanlarımı hazır düşürüp vaziyetke maslaşıp terakki kılıp oturdu. Yakında Merkezi Halk Radyo Stansiyası'nınki sanat kanalında 60 neçe yaşlık bir cüp xotunun nayeti yuqur seviyelik balıtsıman bir usul oynap nayet yuqur mukapatlanğanlığını gördük. Bu mu 60-70 yaşlık adamlar. Ondan başka ötkende keştik gizde Van Hanım bel umurduqda taksisining pul tiyip chiqish keslik giribda olab uzun davalansın mı yaxşı olmagandan keyin bu bir kuni bu xalq balchisiga kirib qarasa top bo'lib xalqlar uyg'urcha usul o'rganayotgan bu qiziqib uyg'urcha usul o'rganib 3 yilda izchil bu usulni o'rgangandan keyin qayta doktorga kelsa bu kishining 70-80% saqayib ketganligiga diagnoz qo'yilgan. Demak bu xil chiniqish bu xil ommaviy madaniyat san'at ishlariga aralashish bu kishilarningki jismoniy va ruhiyatini hayotiy kuchga ega qiladigan bir omil. Demak bu isbotlangan bir dalil isbot. Men shuning uchun shu ahamiyatli bir sahna orqali shu yashalganlarningki taxmi ruhli bo'lishini, taxmi ümitdar bo'lishini, taxmi faoliyatchan bo'lishini, uzun ömür ko'rishini so'rayman. Undan boshqa 2000 yan qimmatli bir kitobni dehqon qarindoshlarning qiraatxonasiga so'q qag'il keldim. Rahmat. Siz asosliqi shu yashanganlarningki jangvar bo'lishini, hayotni suyib, sog'lom holatda xo'shal-xo'ram yashashini umid qilsiz. Muşun təşəbbüs qıl gəldiniz, şundaqmı aka? Həm yaşanğanlara yeterlik şu ictimai fəaliyyətlər qatnışdıran şəraitlərin oluşunu ümid qılsınız, şundaqmı? Buludu bizniki əziz mehmanlar, karxançılarımız nimdəydi ki, iş qılıb mən sizdən bək təsirləndim. Özünüz üçünçilik qarsam şunchalik tetikkansiz, bayam yaşanğanım dediniz, yaşanğan bu vaqt o'xshamaysiz juma aka. Chiqib hamimiz o'zimizning tasavvurimiz bo'yicha ba'zilar yosh yigit deb o'ylasin, ba'zilar bir aka deb o'ylasin. Ish qilib hammamizga bir jangovar yigitning obrazini ko'rsatdingiz aka. Qiyin aka, undaq 3 turlik taklif bilan kelibdi-da. Birisi yaşanğanlarga ilham, madad berish, ularning yaşanğanlar degan mushu nom aslida yashinib, qerib, mukchiyib, buvoyga aylanib ketmaganligini, ularning ruhida bir o'tning, bir yolqinning kuyayotganligini kishilarning bilishini umid qilganligini bildirishgan. Ikkinchi birisi yaşanğanlarga so'rin berish. So'rin tayyorlash. Yaşanğanlarning faoliyati va ularning harakat qiladigan bo'shliqni bir media vositalari orqali ko'rish orzusi. Üçüncü birisi nayet alijinab yüksek bir arman ekan, ya'ni qo'lidagi 2000 parchadan ortiq kitob, shundaqmi? 2000 yuan qimmatli. 2000 yuan qimmatidagi kitobni munosabatlik zarur yaşanğanlar faoliyat so'rdi. Yoshlar belgisi yo'q bu odamning. Hech qanday narsani. Yaşanğanlar faoliyat so'riniga iyona qilish. Bu nayet güzel, hem insonni bir xil she'rin tuyg'uga cho'mdiradigan bir xil arzu bo'pti. Demisizmi? Biz hayotga bo'lgan qanday pozitsiya tutishni biz buvaylardan, dadalarimizdan, yaşanğanlardan o'rgandik. Biz nurg'un narsaga erishdik. Erishgan narsalarimiz amaliyotda ana shu yaşanğanlar, dadalarimiz, buvay va mo'minlarimizning vasitasi orqali bizning qo'limizga tegdi.
bizning sog'lom badanimiz, bizning to'g'ri qimmat qarashimiz, bizning hayotga bo'lgan nurg'un pozitsiyalarimiz amaliyotda yashanganlar, buvaylar, momaylar, dadillarimiz bizga ato qilgan buyuk katta bir ne'mat hisoblanadi. Bugun Qayum akamiz bizga ana shu ajdodning go'zal bir g'azinasini qaytadan bizga eskartkini kelibdi. Biz uning uchun nihoyat xush bo'ldik, ham tashakkur aytamiz. Rahmat. 2000 yuan qiymatidagi kitobni yaşanğanlarning orasidagi kutubxona ochgan yoki faoliyat qilish o'rni ochganlarga bermoqchi, shundaqmi aka? Bo'libmi dehqonlarga? Bo'libmi dehqonlarga? Biz bir kunda bir qatim yaxshi ish qilmasak, bizning shu kunimiz bekor o'tgan bo'lib ketadi-chu. Endi mushu yaxshi qilish boshqalarning maqtishiga erishishning eng yaxshi usuli. Siz mana bugun shundaq bir naqshi musiqangiz bilan keldingiz, cho'nglarni da'vat qildingiz, uning ustiga kitob og'ash kelibsiz. Mushundaq yaxshi nam qiladigan bo'lsak, biz xalqning qalbidagi to'ridan mangu tushib ketmaymiz. Rahmat sizga. Rahmat. Bizning oldingi sonda chiqqan Qashqa Payzamatniki ödəklikdə bir akımız var, 81 yaş. Biz onunla bir şirinç kitapxanası qurup turgan bolgan. Hazır şu şkaptını yazıp qatda aldın qat telefon qitqa yasab bo'ldi deb. Biz onun kitap səpləvatımızca hazır. Navada xalab qalsılar kitapni biz sınıf namlarda biz özümüz və tayarlanan kitaplarla birlə aşı yetkizib bərsək, aşı bir Payzamat Naistin 450 kilometr yaxtki bir yezikençe o. Arqı bək Irak. Ayadaki de xalab paylansa biz texmi əmiyetlik oldu o deb qaradım. Meni kimlik telefon numaramı hazır evatsınız, men telefon numaramı ber. Men telefon numarları var. Bizning bolalar ta'minlab berdi. Ha. Unisi korxonchilarning qo'ldan bor telefon numeri. Bulandı? Siz bugün bizga shu yaşanğanlarga bir ümit, ularga bir bunun keyingi turmushlarga texmi bir jo'shqin xushal xuramliq bilan yashash to'g'riliq bir tavsiya shaklida naqshingizni ham shu to'g'riliq deydigan yurak gaplaringizni olib kelibsiz. Bu nihoyat yaxshi bo'ldi. Undan boshqa sizning hozir ikkinchi qatim degan gapingiz 2000 yillik kitobni so'q qilish. Bu hamda bizning mana Shirin tush programmasi naq maydon mushahada kelgan Shirin tush egillari bilan cheklanib qolayotgan bilan bu jamiyatda mushu biz emas boshqalarning yo'li orqaliqmi nurg'ulg'a odamlarningki Shirin tushlari amalga oshyotdi. Demakchi, Shirin tush programmasiningki yetmoqchi bo'lgan maqsadimi jamiyatimizda mehr muhabbat, ittifoqlik urqin chechish. Bu maqsad biz tuyanga borgandan keyin bu narsani cho'nqir his qildik. Sizmi balkim shu ta'sirga uchraganlarning birisi. Shu o'zingizningki 2000 yillik kitobini yashanganlar kutubxonasiga taqdim qilishni o'ylabsiz. Mushundaq yaxshi niyatingizga rahmat. Bundan keyingi turmushingizga xotirjamlik, tiningizga salomatlik tilaymiz. Menimcha hozirgi yashingizni mashqimiz tepishma qilib qoldik. Shu 75 ning ustida dedim men. 40-yillikka 76 keldim. Mana. Şonlaşqa mushundaq yaxshi salomat turishingizning o'zimi sizdagi ashunda jushqunlik, ashunda hayotga bo'lgan bir xil suyunish, hayotga bo'lgan bir xil kuchlik hayajon bilan yashaganligingiz uchun balki shu yoshga kelgan bo'lishingiz mumkin. Bundan keyingi turmushingizni baxt tilaymiz. Ömrünüz uzun bo'lsin. Rahmat sizga. Usulni bek yaxshi o'ynaydim, biroq endi hozir vaqt yo'q. Bo'lmasa uni ko'rib qoldinglar. Men yoshlardaglar usul o'ynaydim. Buni bir ko'rib. Uningga fursat bo'lib qolar. Hamma. Siz shu barliq yashanganlarning xushalligini, ularning sog'lomligini bundan keyingi hayotga bo'lgan shundaq bir arzu, intilishlarni olib kelibsiz. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Hamda yaxshi bir so'rinning hazırlanishini talab qilsiz, cho'qim buningga bir yaxshi sharoitlar bo'lib qolishi mumkin. Sizningki oilangizning, o'zingizningki ahvolini so'rasam qanday? Oila sharoitingiz? Oila sharoitim yaxshi. Hamda menilqi pensiya maash olimi, ayolim pensiya maash oldi. Bizning hech qanday boshqa qiyinchilik yo boshqa narsalarimiz yo'q. Biz faqatla endi men o'zimilqi madaniyat sohasida bir umr o'tib ketgachga, o'zim kitob o'qima, andan keyin musiqaga amroq, iskrikni chalama,
Dapnımı aş imin qırmandaki çildim. Ben de lıkın şetla halcık. Şu mışnın bilen men lıkı başka tukkallarımı dedi sen mışı. Aşağı ha bilen dakıdım bak bilen mışna bu açık epleşkeçken mışna turistse dep şuna dedi. Ben hazır menin turistlerim mi 75 yaşlık adamdık emas. Ürümçidi mi? Evet, turvatı. Agar ma janublik bir berip kelay deb qolsangiz, men bir aylandırıp kelay. Ben Kazakistan'a bir çıkıp Cambul diye yer berip keliş hayalim var. Aslında orlaştırıp turay. Maka. Chiqib kirish kirayini. Maka. Qanday qilib? Rahmat. Har biringizga ko'p rahmat. Sizga bizningki sog'imiz bo'lsin. Maka, rahmat. Siz ko'rdimda pakiz chiroyli turibsiz. Men xush oldum. Shu Adil Niyaz akamning uchistiki kostyum bo'lgiga o'xshash bir to kostyum yo'l sizga bir hadiya qilsam, Qozog'istonga chiqsangiz chiroyli kelib chiqasiz. Rahmat. Rahmat. Bo'ldi. Hammadan sizga bo'lgan hurmatini va ayliqi bir xil sizni dada o'rinda ko'rib, farzandlarcha mehr muhabbatini ifodalagingiz kelib ketdi-chu. Siz bilan tang birga hamda shu yashanganlarimizni biz kuyundik deya asosda bularni shu so'qoqqa chiqmang, teshig'i chiqmang, uyda o'tiring deganni bana qanday holda ba'zi uylarga nuqul holda uyda kuyunganlik sifat bo'yicha madaniy ba'zi bir faoliyatlarni o'rinlashtirmay oilaga ham band qilib qo'ydigan ahvollar bor ekan-chu. Bekinib olish bu bor ekan. Shuningdek siz bilan tang men shuni murojaat qilayki, bizning yashanganlarimiz o'zining tan salomatlik yordamiga ahvolasimi yanada ma'naviy turmushga ehtiyojliq, ma'naviy bir boylikqa ehtiyojliq. Shun bularni bo'lsa sayohatga yetaklaydigan, bo'z ishlarni bir cho'giltadigan, yana shuning yoshlik bahori o'tib ketgan bo'lsa-mu, shu bahorning hech bo'lmasa bir shamilini bir tetishga, yana shu tishlarga chiqib cho'giltishga butun bizning qarindoshlarimiz bir tavsiya qilaydi. Yana birsiga siz Qozog'istonga chiqmoqchi bo'lyapsiz hamda. Bizning bu Kanada jamiy son sog'lomlik mahsulotlarimi shu O'rta Osiyo davlatlariga yurish qilyapti. Bizning yashangan qarindoshlarimizning hammasi bundan keyin sog'lom oziqlanish bilimlarga va sog'lomlik mahsulotlarga muhtoj. Şu bizning Şinjan Ro'yxat xalqaro so'chalik shirkati sizga bir yurish bizning Kanada jamiyatning cho'nglar oziqlardan sovg'alaydi. Voy rahmat. Bo'ldi. Rahmat sizga tush markaziga. Tushimdan. Bitishbeqa. Tush markaziga marhamat. Salomat bo'ling juma aka. Shirin tushlar yalliq aylang'isi bilet tashlaymiz. 3 2 1. Karxanchilarimiz. Shunda bo'lganda eng oxirida erishgan bilet soningiz 260. Muborak bo'lsin aka. Ahmetlik arzuingizni tanlash o'tkinlikka qadam qo'ydigan bo'ldingiz. Salomat bo'ling, rahmat sizga. Yan bir çay içmem bağlı. Unda demayman aka. Salomat bo'ling. Sizni yana bir qatim shunda kulib turgan holatda ko'rishni xohlaymiz, arzu qilamiz. Bo'ldi. Salomatlik tilaymiz, rahmat aka. Davlatimizda yaşanğanlarga ko'ngil bo'lish axloq va qonun orqali kuchaytiriladi va kapolatga ega qilinadi. Bu o'z navbatida bir turlik minnatdorlik bo'lib, avlodlarning mo'tavarlarga bo'lgan hurmati, zaminning yiltizga beg'ishlaydigan muhabbatidan iborat. Yaşanğanlarga ko'ngil bo'lish, yaşanğanlarga ilhom berish, otalik mehrini namoyon qilish orzusi bilan umidlik suhbatlarda bo'layotgan Qayyum apandi hammalarni qoyil qildi. Uning ruhi, shirin tushlari va xushxuy mijoziga olqish bo'lsin. Uning mardona qadamlari texmi ko'p izlarga muyassar bo'lg'ay. Mehri shirin tush egisi, sahnimizga marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli karxanchi ustozlar, ekran oldidagi barliq tomoshabinlar va o'ltagan tomoshabinlar. Assalomu alaykum Shamsiya. Ben Nurbulla Osman, Ürümçi Sayvaqdan. Hammanglarga oliy ehtirom bildiraman. Qarshi olamiz. Rahmat. Arzuyingizni anglaylik.
Ben avval bu kavaptalarını bir tushuntirib o'tsam, bu mening patentga erishtirgan birinchi avlod kavapdan. Bu hamda avtomatsiz. Hamda odam o'zi mashg'ulot bo'ldi. Bu kavaptanda ko'mada, o'tanda pishirish bo'ldi. Buningki o'ti bunun kavapniki miye o'tqa bevosita oqmaganligi uchun buningdan is chiqmaydi. 80% is chiqmaydi deyish bo'ldi. Ham buningki o'rni kichik, kavapni pishirish sig'imi kengri. Jiq kebab pishag'il bo'ldi demoqchiman. Ha, shundoq. Anadan keyin o'tning 200 dan foydalangan bo'ladi. Bu suratdikisi ikkinchi avlod. Zixni shu chiqchaqlarga udullab bir taldan o'tkizsak, mush o'tning oldiga qo'ysak, u avi yerim avtomatik aylantirib pishirdi. Andan 3-chi avlod qilib, uni misal endi oddiyroq qilib bir yasab chiqdim. Bu endi ayrim batareya bilan kichik elektr motor orqali aylantirdi. Bu chiqchaqlarni bu aylantirish bilan har bir talziq o'zligidan aylanib pishish unimiga yetalaydi. Mush o'tning oldida mushni qo'yib pishirish bo'ldi. Ondan zixning cho'ng kichikligini bu yerdagi tangshak bilan uzun qisqa zixlarni o'rnashtirib bo'ldi. Buni gazda qilib bo'ldi, ham shu o'tda ishlatgan bo'ldi. Buni kichik seg'imini kichik, ham buningdan sipta ham chiroyli qilish bo'ldi. Bularni shunaqa qilib bo'ldi. Hamda bu model o'g'ashqa texnikada savarliklar bilan hamda mushinchilik qila oldim. Hamda qag'inda korxonachilar qanday baho berdi, hamda bir bahosini anglab baqsam. Endi sizning maqsadingiz yoki arzungiz? Arzuyim bo'lsa, men bu ishni 5 yildan yoq o'zim kavapchilik qilish jarayonida istutaklarningki shu kavapning ta'mini o'zgartib qo'yib, yaxshi ta'mlantirgan kavaplarningmi jafo bilan ajr qilgan kavaplarning is o'tib ketish bilan ta'm buzilib ketadigan. Anadagi shu chiqqan istutaklarningki hozir endi hammalar tavsiya qilayotgan muhit asraydigan ishlarga daxl qilganligi uchun shuni ko'proq o'yinlab 5 yil bo'ldi, buni endi o'yinlab yo yasab qo'yatqili. Oxiri mush yasab chiqdim. Mushu arzuyimni, mushni yasab chiqqan mushni endi korxonachilar yaratsa, men mushni hamkorlashib bozor ehtiyoji yuqori deb o'ylayman buni. Avval men o'ng tarafdagi kavaplarning ish ishlash prinsipini yana bir danga qayerga kavapni asimiz, qanday pishiramiz, bu tushuniksiz bo'lib qoldi avo. Aşağı ötküzep kichik cho'g'dan gapmi? Bu asli mening layiliginim ko'manim o'tanninki. O'tin bilan qilganga mening orlig'ini kengroq qildim. Shunda. Ko'maninkida endi tanarxi tuvan bo'lish uchun manadan taroq chiqdi. Cho'g'ni bir qavat qo'yiblam qisimiz, cho'g'ning 200 ni ishlatgan bo'ldi. Adil kavaplarni mushu jazozniki mush iqtidor bo'yicha mushna dastlab ilib qo'ysak, o'tning mayuziga, anadagi ayuziga almashtirib, 200 ni o'rib, ashla o'rib pishirish bo'ladi. Hamda tushunish bo'lmas. Sol tarafdagisining qizitish uskunsida o'tira tokdan foydalanib qizitilamdi yoki? To'g'ri. Mavo tok bilan qiziydigan shu tok turbisi, qizitish turbisi. U biz tok diyeceğimiz davasak, g'oyat zo'r tokni isrof qilmasqanday qilamiz. Hozir kavaptallar chiqyapti. Hamma kavaplarninki men endi kuzatdim. Hamma kavaplarninki faqat 100 yillam kavap pishira oladi. Men shu 200 yil qilib pishiradigan qilib, birasi endi foydalana ekan, shuningdan energiya tejigil bo'ldi deb o'ylayman. Nurbilal qarindishimiz, siz odatda nima ish qilasiz? Oyoq o'tkab sodigar. Oyoq tijorati bilan shug'ullanasiz. Ayt yaxshi. Nurbilaldek shundaq bir qarindishimizning o'zining tijoratidan eshib turib, kashf qilishga, ijod qilishga intilishining o'zi bir so'zda eslatadi. Ya'ni uzluksiz tirishmasang, sen hayotning ekilib baginiga ko'nmay amaling yo'q. Uzluksiz tirishmasang, hayotning ekilib baginiga ko'nmay amaling yo'q degan so'zni eslatadi. Bu nima degani deganda, oyoqchilikni qilib
shu bir ming koy, 5 ming koyda o'ssakmi bo'laveradi. Lekin hayotda qanday ma'niga yaqin bo'ldi masalasida inson o'zining bir xil intiladigan, o'zining ruhiy ozodlikka, erkinlikka erishadigan bir ishni qilgan vaqtida u hayot haqiqiy qimmatga ega bo'ladi. Nurbilal birodar bu nuqtada o'zining qilayotgan ishlaridan sirt bu ijodiy emgaklarni qilibdi. Bu bizni suyundirdi. Bizning o'rganishimizga arziydigan ham bizning korxonchi do'stlar shunga munosib texmi ilg'orlashgan taklif fikrlarni bahs bo'ladigan bir soha ekan bu. Qani biz do'stlarning gapini bir anglab boqaylik. Rahmat. Siz kabobdan siz tonurlar hozir shu muhitga bo'lgan bir xil ehtiyoj. Siz buni yaxshi qilibsiz. Ammo siz kabobdanni gazli qilib bo'ldi dedingiz. Gaz ikki xil, birisi tabiiy gaz, birisi suyuqlantirilgan gaz. Buning qaysiga laylab yasadingiz? Bunun buldu. Bu şekli küçükten başlayıp çoğu zavodçı buldu dedim emasmi? Shuningdek, hamda şu şekil hazır men yasab chiqqan shakllar hamda eng kichigi mavi, o'tiranchisi mavi. Cho'ng buni da cho'ng qilib yasaqilim bo'ldi. Gazni mushning o'rnidagi mushning o'rniga qilam. O'rnasak bo'ladi. Ya o'rnatgan bilib bu ikki xil men tushunmagan o'xshash. Tabiiy gaz yoqqan o'choqqa suyuqlantirilgan gaz bo'lmaydi. İkisining ayrim bo'ladi. O beshidagi mana bir uskunasi bor, shuni almashtirish bilan ham o'zgaraydi u. Doim o't kuyishi o'xshash. Gaz almashtirgan vaqtida gazni almashtirgan cho'qim shu beshini almashtirish kerak, almashtirib ishilish kerak. Agar men satmoqchi bo'lib, siz almoqchi bo'lsangiz, siz oilaga almoqchi bo'lsangiz, men sizga tabiiy gaznikidan bersam bo'ldi. Agar siz hamda dalalarda yoki bo'lmasa oshxonalarda ishlatmoqchi bo'lsangiz, sizda tabiiy gaz bo'lmasa, qandaq yana bir xil gaz bo'lib qolsa, onunla aşağıdan uçtuk, yanaşıp bersek buldu. Beşini almışsak mı? Siz bana örüp kebaptan örüp pişirimiz dediniz. Birli sağa vaxtıda işkil tarafından tang ot kakılınıp birli sağanda şu pişpil çıkıdığan aletki ekilişki bulmamdı bunu. Bu hazır aşağı alette. Eğer ben bir tal cihazını salsam anıqa, siz degende iki tarafta ot bolsa, örmeyle pişip çıkıdı bu. Avtomatsiz. Hem de bunu avtomatik kılıştaki maksadım, bunu örüp avar bulmayı, muşu oturluktan çıkarak paylanış için, iki tal cihazını, her ikisini avtomatik kılıversem, ayak mayak örmeyimiz, o özlüğünün cahide turup çöküleverdi, ot bunu kaklap pişiriyordu. May düşüdüğün ornuğa su işlettiniz mi, ya ki astıqıla düşemdi may, otuq düşmek? Mayını, bunun mayını pakiz əpqilib, başqa işləsək mi buldu? Aslı bir talında təxsil, aşkına uzunluğuna oxşaş qilib, bir tal təxsilam qondurub qoysaq buldu. O mayını elib, yani özümüz başqa işiltəlisək, işləsək. Bolsun, mening tavsiyarim hazır hamda ma ol qandaydı nurg'un kavobdallar, nurg'un tonuli bor emasmi? Chiqayotgan, kashf qilayotgan. Bolsun, mana yana bir oz zamonaviyroq qilib, ilg'orlashtirib 80% is chiqmaydi deganingizda 100% is chiqmaydi, oiladami ishlatishga bo'ladi degan asosda bir laylab chiqsangiz deb shuni tavsiya qilmoqchiman. Ashta laylab chiqsa siz hamkorlashamsiz? Ha, hamkorlashima. 100% siz qilib, avtomatik qilib laylab chiqsangiz men hamkorlashima siz bilan. Men bir tushuntirib qo'ysam, 80% deganimdagi maqsad agarda 10 soat kavobchilik qilsak bir kunda 2 soatni mush küme bilan kümening ot cho'q qaylanishini chiqarib olsak, qolgan 8 soatda bu kavobning miyi ot ahmaqanligi uchun bu isqati chiqmaydi. Bu cho'q yenida. Kavab onun yenida bo'lgan ekan, may bir-birsini maylab turdi, kavobdan aqan may bir-birsini may texim tamlik pishiq foydasi bor. Andan bu tushgan mayni abayqadek men degan qachchiq elib olsak, bu maynimi tijvoq bo'ldi. Ham alaqi 20% is faqat shu kümening chiqadigan isi. Kavab pishirish jarayonida qari isla qat'iy chiqmaydi degan gap. 100% is ma'nodan chiqmaydi. Ma to'qliq gazliqdan chiqmaydi. Ham buningdagi puroqlami bu bevos yuqori qo'yilgandan kavobga tegmaydi. Qanday tamlantirgan bo'lsak, asl tam bo'yicha chiqa oladi. Manda tushundim, rahmat. Endi biz ma sohada emas, lekin yaxshi taklif fikrlarni beramiz, ba'zanda tanqidiy taklif fikrlar chiqib qoladi-chu. Qabul qilma. O'g'avalda gap qildingiz.
agarda kashfiyotchilar tanqiddan qo'rqgan bo'lsa, biz machaqcha eshak arvasida mangan bo'ldik. Ya bo'lmasa raqni qo'limizda to'qigan bo'ldik, taqa to'qigandek-chu. Shularni hamma sarang kelsa, buni nimish avar olding deb tanqidga qaramay, ashunda kashfiyotlarni qilish orqali bizning taraqqiyotimiz hozirgacha ulangan. Texmat erishing. Mening beraladigan madatim shu sizga. Sizin apet dep ötkendek mi kaplanın ısılışıp gitişi, muhitning bulgunuşu, bulupmalı qıştığın günse, qattiq soğuk olan çağda kaptanı kapışırış pek kıyım boğan bir mesele var. Nurgun mesele var. Ben nurgun aşkalık kalsam, kaptanı şüpheti itiklikken kapışılmaydı. Muhitin bulgaç hem qışt pek soğuk olan gün. Hem siz müşini hem de ekipsiz müşirin şu programısı var. Sizge apren xursam boldum. Girimizni qilib, ikki tal joz bo'ldi, ikki taraf qo'ymiz. O 200 ko'q bormay chiqish. Yaxshi Turkiya chiqasin biz qo'llaymiz. Dastur shirkati deb birelim, umuman shu Urumchi, Yangishahar taraqqiyot rayonida zavod qurib, uning qaraganda men sizning texnik ilg'orga, u faqat tok chiqildi ekan. Mashina toki chaqib bo'lmaydi ekan, turoqliq 220 voltlik tok bo'lsa bo'lmaydi ekan. Men sizning ham gaz, ham tok, men ixtiyor yaxshi ekan, uning ustiga 8 minut pishirgan tokni tejaydi ekan, ikki tarafdan tang pishirdi ekan. Bu bir yangi tur ekan. Bo'lsa siz bozorni texnik kuzatib, shuning ishonchingiz yetgan holatda bir mezgil ko'p miqdorda qilmay, bozorni kuzatib beqish holatida oz miqdor chiqarib, tavsiya qilib, o'sha Urumchi bozorida, mushadan markaz shahardan boshlab turib qilib beqsangiz, so'zingiz cho'qim yaxshi bo'lib ketgan. Bizning kasbimiz maskamgandan sizni amalsiz qo'llanmay qoldik. Lekin bu program ko'rgandan keyin nurg'un qiziqdan mush turdiki, qiziquvchilar sizlar aloqa qilish mumkin. Ishlaringiz xayrli bo'lsin. Hamda mandaqchu bu tijorat degan bir ilm va bu korxonchilik ilmi deb bizning korxonchilarning hammasi nurg'ulg'an qimmat pullik kursal o'qiyotdi. Har qanday bir mahsulotni bozorga selishdan burun siz buningga tur, ya'ni mablag' qabul qilmoqchi bo'lib qolsangiz, avval o'zingiz ma'lum bir iqtisodiy qimmat yaratishingiz kerak. Shu mening birdan bir taklifim, buning sizning qurbingiz yetadi, ham mablag'ingiz yetadi. Ozdin eğer mesela Volkan şirketini misal alsak, bulam şu işten başlayan. Birini yasaysiz, şıkkını yasaysiz, demek bu işini öz aldığınız qilib ketalaydikansiz. Avval bir bozorni bir ichib beqing öz aldığınızga. Agar kengaytish fursatiga muhtoj bo'lib qolsangiz, bu she'rin tushingizni biz televizordagi nurg'unlagan mablag' solg'uvchilar sizlar aloqa qilishi mumkin. Qanday? Rahmat. Sizlar aloqa qilish sizni nereden topqili bo'ldi? Ben şu programda yansam bir necha kundan keyin balki maktab ketib qolishi mumkin. Shu yerda anadagi numarim mishad aloqa qilish numarim bo'lib qolsa aloqa qilish. Shu bizning xizmat program guruhimizga qoldirgan telefon nomeringiz orqali aloqa qilasiz bo'ldi, shundaqmi? Bo'ladi. Undaq bo'lsa, sizning yangilik yaratish ro'yingizdan, undan keyin oldingizga uchragan qiyinchiliklarni o'dilli hal qilib, menga shu orqali yangilik yaratish ro'yingiz va izlanishchan ro'yingizdan bek suyundim. Menimcha keyingi kunlaringiz texim yaxshi bo'ldi deb ishonchim bor, chunki sizda bir xil tirishchanlik bor ekan, yangilik yaratish ro'yi bor ekan, uning ustiga bir jo'shqinlik bor ekan, cho'qim yaxshi bo'ldi ishlaringiz. Qanday bo'lishidan qat'iy nazar, bugun hammalar sizga yaxshi tilaklarni bildirdi, shundaqmi? Bo'ldi, undaqda she'rin ishlaringiz reallik aylanqisi tushish markaziga marhamat. Bilet tashlaymiz. 3, 2, 1. Karxanchilar. To'liq bilet. Shundoq bo'lganda, eng oxirida erishgan bilet soningiz 251. Muborak bo'lsin. Ahmiyatlik orzuyingizni tanlash uchun qadam qo'ygan bo'ldingiz. Muborak bo'lsin. Karxanchilarga rahmat. Muhitni asrash, muhitga ko'ngil bo'lish, an'anaviy turmush buyumlarini zamonaviy texnika bilan a'lolashtirish bir turlik aktiv energiyadir. Tajribaning yetersizligi, kashfiyot, bozor ichish, hamkorlashish davomida ba'zi masalalarni paydo qilsa-mu, lekin vaqtning o'tishi va tushunchalarning cho'nqurilishi bilan hamon hal bo'ladi. Biz sahnamizda aktiv energiyalik yoshdan yana birini ko'rganligimiz uchun xushalmiz. Sizga yangi fursat va utuqlarning nasib bo'lishiga tilakdoshmiz, yigit.
Ekran altındaki görürmen dostlar 3. peslik şerin tuş programısında ahmiyetlik arzu ilgisini tanlash bosqichiga o'tgan mayırlaşıdan o'zi yaxshi ko'rgan va shunaqla o'zini ta'sirlantirgan mayırlarga bilet tashlab qo'llaydiganligini bildirsa bo'ladi. Bizning to'r orqali bilet tashlash usulimiz bo'lsa www.chekit.com to'riga chiqib o'zi yaxshi ko'rgan mayırga bilet tashlab qo'llaydiganligini bildirsa bo'ladi. Bizning Undidar orqali bilet tashlash usulimiz bo'lsa ko'rman dostlar ekranda ko'rsatilgan ikkilik kodni skanerlash orqali programmamizning organ sonini qo'shib olgandan keyin o'zi yaxshi ko'rgan mayırga bir bilet tashlay oladi. Şerinç programımız davamlıq mayır qabul qıldı. Albatta tizim haqsiz. Görmən dostlar ekranda göstərilən Şerinç liniyasiga telefon qilish orqali va yoki www.chekit.com to'riga chiqib tizimga oldirsa bo'ladi. Qadrli görmən dostlar, Mehri Şerinç programımızın bu sani müşahid oxirlashdi. Texmaranglar o'zgacha mazmunlar kelak sonda yana davomliq huzuringlarda bo'ladi. Vaqtida kelgaysizlar.